Tomoshabin o'rtoqlar. 41-yilda Mardanov xo'shbaxtligida rasmi ham yo'q. O tezroq bilmay yo'qolib ketdi. Yenamiz nemis fashist gazandalar frontning orqasida kurash bo'lgan. Qo'ydi kim bo'g'ib yetkazib berdi? Malning oxirini kim tozaladi? Yana jilatdim. Ataxon nahvi yig'layapti. Men sizga o'tgan marta aytdim. Siz studiyada o'tiribsiz. Ramkangizni bir eskikamanmi seni ramkangni ukamni topib ber. Meni yana jilatdim seni og'zingga. Unaqa emas ekan. Sen mujikma. Men senga yerin g'ijdivan kapini olib borib, osh qilib beray. Otaxon. Ukangiz studiyada. Men ukangizni hozir ko'chaga tepib bo'lsam olib kelaman. Qanday tushundingiz? Subsanliq tushundim, otaxon. Ukangiz urush yillari Mariya Stepanovna degan xonadonda, ayol kishi xonadonida tashaqlatib yurgan ekan. Buni bilmayman dag'in shu jimtiring. Belgilar. O'ng tomonida son tomonida donadek holi bor. Holini ko'rganim yo'q, o'zi ko'zim bo'lmaydi mening. Urushchilar oldimga bomba tushirib, "Qancha dedi o'rkasiga sen nixuya tushunmaysan o'rka." Otaxon, qo'yib qamang. Ramka bilan gapiring. Yo yo'lda chiqqan pirashka deb o'ylayapsiz, zivarvoy yeb ketgan. Yo o'rmondagi qo'ziqorinni ko'ryapsiz. Qo'yib qamang. Hey, sen qo'yib qilsan. Hozir bratvarni chaqiraman, tomog'imni botaman. Qanday tushunding? Sirtliq jimtiring. Belgilar. Belgisini iskazanmi o'sirgan payt qog'imda qildi kelardi. O'sha qog'imda qildi. Ukangiz ko'rdik. Bizam sikkan payti shu qog'imda qilib keldi. O'sirdi-da. O'sirdi. O'sirmaganda biz tanimardik. Topgan bo'lsang olib chiq, og'zingga sikay, bir tomog'ini bosayin, tanitib